Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan IBO Kubok 2015. Bugun sizlar bilan esa biz qisqalik video o'tamiz. Aytgancha, va sizlar menga aytdinglar. Qachon yangi yil bo'ladi? Hamma so'ragan. Qachon yangi yil jittilar bilan o'tasiz? Qachon yangi yil jittilar bilan o'tasiz? Va ana endi men sizlar bilan o'taman, bolalar. Va xo'p, qani ketdi. Men ko'p savollar bermayman esa va shuning uchun biz o'yinni boshlaymiz. Qani 1 2 3. Va mana bolalar, men kirdim o'yinga. Jiddiy qaraysan. Yaxshimisan, sizlar yaxshimi? Yangi yil qanaqa o'tdi? Yaxshimisan, sizlar yaxshimi? Yana bir bor so'rayman. Nima? Gapiryapsan? Rahmat. Sizlar podarkalar saqladingmi? Lekin zo'r chiqibdi torting. Yaxshi kim qildi? Buni meni oyim qilgan. Zo'r chiqdimi, yaxshimi? Senga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Merga berdingmi? Merga yoqdimi, yoqmadimi? Unga senga bal 1000 bal berdi. Beskонечность berdim. Ishongin, hammaga yoqib chiqdi sana torting. Yoqqan bo'lsa zo'r. Va men hozir videoman. Salomlashib qo'yingsanmi? Hammaga salom, sizlar IBO Kubok kanalida yana biz o'ynaymiz. Qani likelar bosib, podpiska bosinglar. Zo'r etding. Молодец. Salom video olishing kerak. Manda telefon yo'q, manda telefon chaqishni bilaman. Bizda yana Wi-Fi yo'q. Senda Wi-Fi yo'q. Mayli, men bora qolay. Mayli, yaxshi bor. Mayli, bolalar. Va ana. Temir odamlar ismi nima edi bularni? Qarorchi. Qurol. Nima deysan? Tortim yoqdimi sizlarga? Aytgancha sizlarga tortni qilib qo'ying katta joyga. Yo'qdi menga so'ragan. Qattiq pishirdim ularga oppo qulpinikilar bilan. Ayni pishiraman-de. Zo'r ekan. Rahmat senga. Senga yangi yil, sanam yangi yil zo'r o'tkazib endi. Yaxshi, rahmat. Muncha uzoqqa ketib gapirasan. Bu yerdanmisan? Mayli. Bor jittilaringni qilib qara, o'tda nima edi? Teshotdi jittilarimizga. Hozir men ularni o'ldiraman. Hey, teminglar! Yana kimon gapiryapti? Men zombiman. Men yana o'sha odam. Yana senmi? Men. Senga nima edi? Qani? Buyoqchi. Voy buni, o'g'illarni do'stga otdi orqamizdan o'ldirdi devolaylik. Yonbisanlar. Mana senga. Mana. Hamma tinchmi? Hamma sog'lommi? Rahmat senga odam. Arzimaydi. Mayli, men keta qolay. Xo'p bolalar, biz hozir ertaki праздник o'tkazamiz. Qani buni ketdi. Va mana 2026 yoz qilganman bolalar. Va bugun sizlar bilan esa biz nima edi? Bolalar, hozir sizlar xavotir olmanglar, men hozir sizlar bilan zo'r o'taman. Xo'p, bolalar. Xo'p, biz hozir uxlab olamiz. Xo'p bolalar, hozir men tepaga chiqib qoldim va yana mana shu zombiman. Bu yoqqa kel. Tegma. Qanchalarni bola tushunarmi? Mana. Xo'p bolalar, biz hammasini o'ldirdik va uxlaganlik ketdi. Yana bir bor salom bolalar. Va biz yangi yil o'tkazamiz. Kech payt 12:00 da biz va праздник qilamiz. Bungacha biz yasaymiz. Праздник narsalarni yasaymiz. Bolalar, qani ketdi, поддержка qilinglar. Birinchi botni yopib olinglar bolalar. Qani ket. Праздникni nima qilamiz? Праздникka mana qilib tashlaymiz. Oppa. Mana.
bundoq qilib mana shunaqa qilib qo'yamiz bolalar. Xo'p. Undan bu keshish chiqdi hozir bolalar. Toshkentni hozir mana. Va bo'tda sizlar hozir bo'tda jitilik qilib kirib qarab chiqish ham mumkin. Men sal ozgina joyini ochib qo'yaman bolalar. Xo'p. Demak sizlar bilan hozir bizni nima edi? Hozir nima edi? Bo'tga ayni bori oq temirli odam. O'shani ham biz hozir kirgizamiz. Qani ket. Birinchi bo'lib biz hozir bularni qilib va hozir masala bilan salit nimadir bormi? Hop. Only. Biz hozir nima desam mashq bo'ladi. Mana semichka. Boshdan ichiga hammasini tashlab chiqamiz. Va bittasiga tashlab chiqamiz bolalar va ular yeyishi ham mumkin jitilar, qorni ochishi jitilarni. Va biz hozir qilamiz-da. Biz hozir nimalar bor yana? Nimalar bor? Davay. Bo'pti, tushundim bolalar. Hozir biz kattaroq joyga boramiz hozir. Biz esa hozir biz yasaymiz. Mana shu yashashimiz ham mumkin. Davay. Biz hozir nima yashashimizni bilasizlarmi, yo'qmi? Billar hozir nima qilar ekan? Tushundim. Mana biz hozir hop. Bundoq qilamiz va biz tepaga chiqib qolamiz. Tepaga chiqamiz. Va biz hozir bundoq qilamiz. Va ozgincha o'xshat bo'ladi. Bolalar. Yo'q, yomonni to'ldiramiz. Biz keyin boshini katta qilib qo'yamiz. Va biz esa hop. Biz burniga esa hozir mana. Bu meni. Qaniydi? Jigaranga bormi? Hop. Biz hozir mana mana ham bo'lar ekan. Biz ko'zni biz qor. Va u ozgincha o'xshadi. Biz yana ustini oq bilan bezaymiz. Mana. Va mana bola o'xshadi va qo'lini ozgincha bunday qilib qo'yamiz. Va bitta ko'ziga cho'p qilib qo'yadi. Qo'liga cho'p qilib qo'yishadi-ku, lekin biz hozir jigaring qilib qo'yamiz. Jigaring mana. Tak qo'l qilib qo'yamiz. Va hozir mana bundoq uzun qilamiz. Biz bu yoqqa qo'yamiz. Voy. Mana bolalar bizda zo'r o'xshyapti. Qani like bosinglar. Hop, nechta qo'ydim men bunga? 3 blok. 3 ta qo'ydim va bittasini bundoq qilib, bunda yo'q, bitta demi. Bunda.
Va mana bola. Orqasida ham bor, botida ham bor. Va pastini hozir men sizlar bilan yana tepaga chiqib turib biz shlapasini qilib qo'yamiz. Va bola zo'r yangi yil chiqadi bizning Minecraft'imizda bugun. Hop. Hoppa. Yoqib qo'yib. Bunisini yani bitta qizildan qo'yish kerak. Mana bunda qo'yib chiqamiz. Bitta oqini olamiz bolalar. Yani oq qani mana. Oq botni olamiz. Va pastga bitta bundan pastga tushtirib va mana bola shlapasi ham o'xshaydi. Shlapasi orqadan turadi. Va yana biz hozir pastga tushamiz. Bitta botni buzamiz. Mana. Bola martiga oppa joyga qo'yib chiqamiz. Va mana bola bizani yangi yilimiz hammadan zo'r chiqadi. Shuning uchun bitta like va bitta podpiska bosinglar. Men uchun zo'r bo'lardi. Qaronni bosib qo'yinglarchi. Davay. Qani. Tezroq yoqib qo'yamiz. Unda avvallab qilamiz. Chunki biz olishimizga sal qoldi. Bunday qilamiz va bunday qilib dastal dumaloq qo'yamiz. Chunki qor-ku bu qor. Qorli dumaloq qo'yamiz. Va biz podarkalar qilib qo'yamiz bolalar. Shuning uchun bitta like bosib qo'yinglar. Bolalar o'zi kechki cho'tdi qaranglar. Soat 12 da bayram bo'ladi. Shuning uchun biz endi bolalar hozir qo'rib ertaga o'tkazamiz. Qaysi birini tanlaysizlar? Bugungimi yo ertagami kim? Qaysini tanlaysizlar? Bolalar agar bugunligini tanlasanglar hozir ham qilishim mumkin. Lekin hozir uspes qilolmayman bolalar. Unda ertaga qilaylik bolalar. Bayram hozir bugun yangi yil emas. Hozir undan ko'ra yangi yil mayli bo'pti. O'zi bugun yangi yil edi-ku, esimdan chiqib qopti bolalar. Mayli. Bugungini o'tkazib olamiz. Bugungi o'tkazib olib va ertaga qorbobo qilib qo'yamiz bolalar. Qorbobo bashasi xuniydi uni. Shuning uchun qorbobo qilib qo'yamiz bolalar. Bolalar hozir men bu yoqqa qo'yib chiqaman. Tezda qo'yaylik, quyosh ham botibdi. Lekin hozir soat 12 gacha hali bor, uspet qilamiz menimcha bolalar. Va buni buzamiz. Qo'yilsam mana. Mana qo'l. Nima qo'ying? Pustoy qilib qo'yma. Bolalar bunda. Ochamiz. Hop. Mana bola va biz qilib qo'ydik. Va bu ham bu yoqqa qilib qo'yamiz. Yo'ligan qilib qo'yamiz.
Bosil. Va mana bo'lib bizani narsamiz o'xshadi. Va shuning uchun esa biz bu yoqqa ham ko'p qo'yamiz. Hop, men ko'rasizlar bolalar, zo'r chiqdi. Bizani anaqa kavch qora anaqasida bolalar bizani zo'r chiqdi. Va biz hozir 12 gacha uspit qilamiz va biz hozir nima qilib qo'ysam ekan biz? Hozir men bu yoqqa yana padarka qo'yib chiqaman. Va hozir biz nima qilib qo'yaylik chiqaylik. Hamma shunaqa chiqishi ham lekin hozir biz ustiga nima qo'yishim kerak? Bu qo'yiladi. Ko'rmaydi ba'zan. Shuning uchun esa biz hozir ustiga qani mana shuni qo'yib qo'yamiz. Va mana bo'ldi. Zo'r aniq chiqdi. Va biz botiga ba'zan qo'yilmaydi. Shuning uchun esa buni olamiz. Va mana bo'ldi. Fokusdan o'xshaydi. Va shuning uchun hozir botga o'xshamadi, shuning uchun boshqaga qo'yamiz. Va men hozir bu yoqqa qo'yib chiqaman. Hamma fonar bilan qilib chiqamiz bolalar. Chunki biz prazdnikka qanaqa qilib o'tkazamiz fonarsiz. Ishlam bizga ko'rinmaydi-ku. Bu yoqqa ham qo'yib qo'yamiz. Mayli. Mana bolalar qo'yib chiqamiz hamma yog'iga. Bizda prazdnik bo'lishi kerak. Va biz bilan olib tashlaymiz. Soat hozir 7 bo'libdi. Bolalar uspit qilamiz. Qani ketdi, podeshka qilinglar bolalar. Va hozir biz yana podarka qani nima deydi? Grip qani grip. Grip pastiydi-de. Qatti oldim buni. Qani bolalar grip. Endi shu Vaqasi bola 5 minut. Qani o'g'li. Dastada bor edi, yaxshilab qiling hozir. Mana shu yerdanmi bekingam. Bizga bitta tort. Mana bu tort qo'yib chiqamiz. Va bu yoqqa buni olamiz. Böyle bolu ve falan olsun istedim. Ben bu tarafa gidiyorum. Oldu. Bunu yapalım. Şimdi koyup çıkarız. Böyle bolu zor çıktı. Ve korduyla zor çıktı. Bize hazır önüne kaldı. Olacaklar hadi.
Ha, yaxshi bilsan. Padarkani ko'rasanmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Nima qilasanlar, Ushman? Ha, uniyam unutirasanlar. Billahi. Yaxshi qildilar. Vallahi. Nima bo'ldi sanga nima bo'ldi? Menga hech kim qo'dorga bermadi. Shuning uchun esa xafaman. Menga hech kim hech nima bermadi. Shuning uchun men ketdim. Ha, to'xta, shoshma. Ha, nima deysan? Bittasini qo'ldim mana. Qo'limi buzmagan. Nima deysan? Men senga podarka tiqib qo'ydim. Mana, ol. Mana. Uloq podarka kerak emas. Men oilamni sog'indim. Yana bitta oilam qilib qo'ysak xursand bo'lardim. Odam. Ha, mayli. Bolalar mayli. Hozir biz ota-onasini yaratamiz. Mana buni bu qiz bolaniki. Shuning uchun bizda shuni ham qilib qo'yamiz. Mana shu yoniga svet bu qiz bolaniki. Bu oyisini qilib qo'yamiz. Mana oyisini qo'shib o'zi. Mana oyini qilib qo'ydim. Oyi, sizni sog'ib ketdim, yolchimisiz? Yaxshi bolam, o'zing qat'iy insonlaring yaxshimi? Yo'q. Yangi yilni birga o'tkazamiz. Oila ketdi. Baxtli oila. Mayli, bolalar. Biz yana soat. Voy, 11 bo'pti. Tezroq, shoshil. Tezroq. Bizga kirib chiqqandan hamma yoqqa hammasi tayyor. Tezroq, anaqa telefon qiling. Tezroq, ol telefonni. Alo, kim bu? Men Jitel, mama. Chiqlaring hamma yangi yil bo'pti. Demak, qanaqa yangi yil? Men bunaqa narsani hali o'tkazmaganman hech kimni. Sog'limaga kech chiqamiz. Bu yangi yil degani hamma prazdnik o'tkazish kerak. Chiq, hamma bu yerda. Voy! Voqea chiqibsanlarmi? Erta bo'ldi. Nima chiqmadi voqea? Men qanday bilaman? Bu yoqqa kel. Menga ayaqini ko'rsat. Nimnikini ko'rsat. Demak, Men pagoda oyni ko'rib oling. Yilni ko'rib oling. Qachon yangi yil bo'lar ekan? Ber. o'zim xonamda, lekin u ko'rinmas. Kodim bor uni. Uni kodi bitta kod, bitta gul. Xo'p, bo'ldi. Qo'ymi bu? Qanaqa bu parol? Bunaqa parol hech kimda hali yo'q. Ko'taril. Davay, ko'taril. Va bitta qo'yamiz. Bo'ldi. Kompyuter xonasiga nafik kirib oldi bu. Ha, bu menimcha mashti sunduq yondi. Assalomu alaykum. Nima xohlaysiz? Men gilla xora ochaman. Alisa, menga anaqa gilla ochib ber. Uni kodi kerak. Kodini bilasizmi? Uni faqat Jitel biladi. Nima edi ismini bilay. Hozir. Tushunmayapman. Ismini chiqilog'izni yana so'rab keling. Mayli. Bu yoqqa chiqamiz. Jitel, qayerdasan? Men shu yerda yo'qolib qoldim, qayerga ketdi endi bu? Qayerda ekan? Mana topdim, bu yoqqa. Yana bitta parolni. Bitta kod, bitta gul. Tushunmadim, boshqadan ayt. Eshitilmayapti, nima? Sen tiling tushunmayapman, boshqadan ayt. Bitta gul, bitta. Tushunmadim. Voy. Bitta kod, bitta.
Ha, buni tushundim. Ana hali bilaman. Gulni bilaman. Bolalar gulni bilaman. Gulni eshitdim. Nimada o'tgan tushunmadim. Ha, mana. Bitta kod, bitta gul. Assalomu alaykum. Sizga nima yordam kerak? Menga xaritani ochib ber. Qanaqa yana xarita? Yeman. O, Alisa so'kinma, qara. Senga nima gapiraman? Xarita qayerda? Birinchi bo'lib kodini yozing. Hop, buradan qaraymiz. Bitta gul, bitta yo'q. Bitta gul, bitta kod. To'g'ri. Qanaqasiga? Ha! Bitta gul, bitta kod. Yo'q, bunaqa emas. Yana bitta shunga qilsangiz blok bo'ladi. Voy. Bo'pti. Bitta ot, bitta gul. Yaxshi. Tariqasi paroli sizga ochildi. Qayerda endi? U faqat ko'chadagi sunduqda. Sizga xarita. Mana. Bunday qog'oz portal bo'lamiz shu yoqqa bolalar. Joyga etadimi? 2 soat vaqtimiz ketdi bolalar. Yangilarni o'tkazamiz, bugun o'tkazamiz endi. Mana sunduq, mana. Mana xarit. Xaritani ko'raylik. Nima ko'rinmayapti? O'ylayman, bu men soxta berganman. Soxta. Birinchi bu boshqa. Marisa telaganmisan? Yo'q. Nimalar bilasan bittada hali sen dalilni topmading-ku. O baqirma menga. Tilingni o'zib olaman, tushundingmi? Tupib ditskimsan? O'rnani men niyapti. Bittada qilich oldingmi? Mayda ham qilich bo'lganda ko'tingga yorardim. Sen ololmaysanlar-ku. Bu yoqqa kelgin. Mana, mana. Mana bitta ko'tingga yoraman. Mana. Buni faqat bunaqa emas. Buni faqat nastroykada. Mana. Mana bolalar. To'g'ritdi menga. Hozir mana. Shularni yondaman. Va shuning uchun esa bizni Qorbobo demak, bu suv tarafdan uchib keladimi? Demak, agar Qorbobo kelmasa, u demak rostkasinlar. Kelmasa, u rostkasinlar. Chunki bizni Qorboboni yomg'ir yog'ordimi? Demak, Qorbobo kelyapti. Qorbobo. Demek bize ise hozir nima qilsak? Hozir biza hozir qora olamiz va biza mazza qilib o'ynaymiz. Demak, yomg'ir yog'adi, qor yog'sa bo'lmaydimi? Va biz mazza qilib o'ynaymiz qora. Va hozir Qorbobo kelishi uchun men unga katta maydon qilib qo'yaman. Va u svetli bo'ladi.